Menga qara. Uyimda yetarlicha yashading. O'zing necha yil yashading, eslolmaysan? 5 yil bo'ldi. 1-2 yil yashab turaman deb olganding. Xullas, men uyni sotdim. Senga 3 kun muhlat, uyni bo'shatish kerak. Mayli-ku, lekin hozir bilasan, sharoitim yaxshi emas. 3 kun emas-u, hech bo'lmasa menga 1 oy muhlat ber. Men aytadigan gapimni aytdim. Hozir noziron mehmonlar kutyapman. Sen bilan pachakilashib o'tirishga vaqtim yo'q. Borib, tayyorgarligingni ko'r. Uyni bo'shatib qo'y. Mayli. Unda men boray. Harakatdan boshlay. To'xta. Narsang qolyapti. Men ishni olib kelmadim. Milliard House'dan xonadon sotib olmoqchi edim. Shunga bo'lib to'lash imkoniyatimiz bormi? Ha, albatta bo'ladi. Milliy xonadonlarimizda 15% ni oldindan to'lov qilasiz. Qolgan to'lovni 75 oyga bo'lib to'lashga egasiz. Hech qanday penalarsiz, foizlarsiz. Xonadonlarimiz birinchi kichik dahada joylashgan. Lakasi juda ham qulay. Aeroport, vokzal juda ham yaqin. Xonadonlarimiz umumiy 408 ta xonadonga ega. 36 kvadratdan 89 kvadratgacha, ya'ni bir xonadon 3 xonagacha. O'zing xohlagandek Milliard House'dan milliy xonadonlarda xarid qildim. To'g'ri, hozir qatlama ishlar bo'lyapti. 2027-yilning oxirida ko'chib o'tishim mumkin. Ungacha men uyimda xotirjam yashasang bo'ladi. Mazgi, shuni to'g'ri aytsang bo'ladi-yu. Do'stimdan ayrilib qoldim deb o'zim qo'rqib ketdim, to'g'risi. Rahmat kattakon senga. Surpriz bo'lsin dedim-da. Do'stim, eslaysanmi, poytaxtda o'qib yurgan paytlarim? Sovuqda, vulkanizatsiyada, ballonlarda damlab menga pul jo'natardi. Shu kunlarni unutganim yo'q. Sendek do'stim borligidan faxrlanaman. Ey do'st